Toshkent shahrida Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari va Prezident Olimpiadasi musobaqalarining ikkinchi bosqichi davom etmoqda. Bellashuvlar poytaxtning ikkinchi sonli sport maktabida tashkil etildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan bu turnirlar shunchaki musobaqa emas, balki O'zbekistonning kelajakdagi olimpiya zaxirasini aniqlash bosqichi. Unda 13-14 yoshli sportchilar 19 ta olimpiya sport turi bo'yicha bellashmoqda. Tumanlar, xususiy sport klublari va umumta'lim maktablaridan kelgan har bir iste'dodli yosh sportchi o'z imkoniyatini sinovdan o'tkazmoqda. Musobaqani tashkil etishdan asosiy maqsad bolalarni bo'sh vaqtidan unumli foydalanish albatta. Ulardan orasidan kuchli sportchilarni saralab olish, bolalarni ruhiyatini vatanparvar tartibda tarbiyalash. Shart-sharoitlar a'lo darajada mana shunday zallarda bolalar shug'ullanishyapti. Hozir sportga berilayotgan e'tibor juda ham yaxshi. Bolalar juda ham kuchli tayyorlangan. Musobaqalar 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich tuman va shahar hokimi olimpiadasi mart-aprel oylarida o'tkazilgan bo'lsa, ayni kunlardagi ikkinchi bosqich hokim olimpiadasi may-iyun oylarini qamrab oladi. G'oliblar esa eng nufuzli 3-bosqich prezident olimpiadasiga yo'llanma oladi. Bellashuvlar 4-iyun kuni yakunlanadi. Sport turi bo'yicha 4 yildan beri shug'ullanaman. Prezident olimpiadasida birinchi bosqichda birinchi o'rin olib, ikkinchi bosqichga o'tdim. Hozir ikkinchi bosqichda qatnashyapman. Maqsadim 3-bosqichga o'tib respublika chempioni bo'lish. Bunday musobaqalar yosh avlodni katta sport yo'liga yo'naltirish bilan birga 2028-yilgi Los-Anjeles olimpiadasiga kompleks tayyorgarlikning muhim qismini tashkil etadi.